martangizda grija yo'q. Kanalingiz toraygan. O'shuning uchun ham ikkita buksaga og'riq beradi. O'tirganda yengillik berishi, o'tirganingizda jolt svязка deydi. Bu tik turganingizda yig'iladi-da, yig'ilib anaqa do'ramatir deydi, nervlar joylashgan. O'shani ezib boshlaydi. O'shuning uchun ham ikkita buksangizga og'riq beradi. O'tirganingizda u yoziladi. Yozilib do'radagi давление yo'qoladi. Keyin beldagi og'riqlaringiz ham o'tib ketadi. Absolutно yo'q o'tirgan. Da. Mayli, xola, agar analizlaringizda muammo bo'lmasa, operatsiya qilib beraman. Ikkitasi kishi kerak. Assalomu alaykum. Shuni kiyim Qalaysiz, tinchmisiz? Hozir. Assalomu alaykum. Amaki qalaysiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Boshlagan bir igna terapiyani olib Karimovmidi? Qalaysiz? Yaxshimi? Og'riqlar qalay? Pasaydi mancha? Bo'lsa bugun javob beramiz, xo'p? Xudo uyda o'sha bir oy rejim saqlaysiz. Uzoq yurish, uzoq o'tirish mumkin emas. Bitta uyda ichida sekin-sekin yuraversangiz bo'ladi. Chunki men yurib turishingiz kerak. Keyin ko'rishamiz. Maylimi? Xo'p. Hozir ertalabki birinchi turda o'yin olish kerak. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Bir hafta tayyorlaylik. Bugun nechinchi kun? Bugun juma kuni. 3-kun. Juma kuni shanba kuni boshlagan. Da bularni anaqa 1-2 da ham bor problema, orqa men o'sha yerda kelib turgan ekan, option narkoz qilib analiz topshirdim, ko'ramiz agar olsak, keyin ham terapevt olsak o'zi bo'ldi ekanda, to'g'ri. Bir ketdi. Bir ketdi.